Assalomu alaykum. Efirda Samarqandda ta'lim haftachida dasturi. Tanishing, bugun dasturimizdan quyidagi lavhalar o'rin olgan. Samarqandda maktabgacha ta'lim pedagoglari malakasini oshirish markazi ochildi. 1-iyun Xalqaro bolalarni himoya qilish kuni keng nishonlandi. Vazir o'rinbosarlari mehrli maktabda bo'lishdi. Samarqand shahridagi Prezident maktabida ochiq eshiklar kuni tashkil etildi. Xalqaro olimpiada ishtirokchilarining Samarqandga sayohati uyushtirildi. Boshqarma boshlig'i Pazdarg'om tuman hokimi bilan tumanda tashkil etilishi rejalashtirilgan ilk rivojlanish markazi uchun ajratilgan binoni borib ko'rdi. O'tayotgan haftada respublikamizning barcha umumta'lim maktablari 9-11 sinf o'quvchilari uchun yakuniy davlat attestatsiya sinovlari boshlandi. Endi shu va boshqa voqealar sharhiga o'tamiz. O'tayotgan haftada Samarqandda pedagogik mahorat markazi huzurida tashkil etilgan maktabgacha ta'lim pedagoglari malakasini oshirish markazining ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Hozir shu haqda. Samarqandda pedagogik mahorat markazi huzurida tashkil etilgan maktabgacha ta'lim pedagoglari malakasini oshirish markazining ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Unda mamlakatimizda mehmon bo'lib turgan Birlashgan Millatlar Tashkiloti, UNICEF bolalar jamg'armasi ijrochi direktori Ketrin Rassel xonim, maktabgacha va maktab ta'lim vaziri Hilola Umarova, vazirlik hamda xorijiy tashkilot vakillari va viloyat hokimligi mas'ullari ishtirok etishdi. Tadbir avvalida ta'lim sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar, xususan pedagogik kadrlar malakasini oshirish tizimi transformatsiyasi haqida taqdimot qilindi. Ma'lumot o'rnida ushbu markaz vazirlik, Islom taraqqiyot banki va UNICEF hamkorligida amalga oshirilayotgan O'zbekiston Respublikasida sifatli maktabgacha ta'limdan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish loyihasi doirasida tashkil etildi. Loyiha doirasida 11 shunday markazlar tashkil etilishi rejalashtirilgan bo'lib, bu kelgusida maktabgacha ta'lim tizimida faoliyat yurituvchi pedagog kadrlar hamda direktorlar uchun bevosita o'z hududida malaka oshirish imkonini yaratadi. Bugun 1-iyun Xalqaro bolalarni himoya qilish kuni. Mazkur sana munosabati bilan respublikamiz bo'ylab bayram tadbirlari bo'lib o'tdi. 1-iyun Xalqaro bolalarni himoya qilish kuni munosabati bilan respublikamizning barcha hududlarida Yangi O'zbekistonning baxtiyor bolalari shiori ostida tantanali bayram tadbirlari bo'lib o'tdi. Tadbirda bolajonlar uchun kitoblar ko'rgazmasi, hunarmandchilik, rassomchilik yo'nalishlari bo'yicha ijodiy ishlar namoyishi tashkil etildi hamda turli tanlovlar o'tkazildi. Bayram tadbirlarida qiziqarli konsert dasturlari, sahna ko'rinishlari, raqs va kuy-qo'shiqlar orqali bolajonlarga bayramona kayfiyat ulashildi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 5-may sanasidagi 234-sonli qaroriga ko'ra Samarqand viloyat ko'p tarmoqli bolalar tibbiy markazida mehrli maktab tashkil qilingan. O'tayotgan haftada maktabgacha va maktab ta'lim vaziri o'rinbosarlari mazkur maktabda bo'lishdi. Maktabgacha va maktab ta'lim vaziri birinchi o'rinbosari Sherzod Karimov hamda vazir o'rinbosari Sardor Rajabovlar Samarqand viloyat ko'p tarmoqli bolalar tibbiy markazida tashkil etilgan mehrli maktabda bo'lishib, maktab jamoasi, o'qituvchi va tarbiyachilari bilan muloqot qildi. Shuningdek, maktabda o'quvchilar va tarbiyachilar uchun yaratilgan sharoitlar bilan tanishdi. Ma'lumot uchun, ushbu maktabda tibbiy markazda uzoq muddatda davolanishda bo'lgan hematologiya, onkologiya, klinik immunologiya va boshqa statsionar uzoq muddatli ambulator davolanishda bo'lgan bemor bolalarga ta'lim-tarbiya beriladi. O'tgan o'quv yili davomida mazkur maktabda jami 220 nafar maktab yoshidagi, 462 nafar bog'cha yoshidagi bolajonlarga ta'lim-tarbiya berilgan. O'tayotgan haftada respublikamizning barcha umumta'lim muassasalarida 9-11 sinf o'quvchilari uchun yakuniy davlat attestatsiya imtihonlari boshlandi. Hozir shu haqda. Maktabgacha va maktab ta'lim vazirligining joriy yil 11-apreldagi tegishli ko'rsatma xatiga asosan 9 va 11 sinf o'quvchilarining yakuniy davlat attestatsiyasi imtihonlari joriy yilning 27-may sanasidan boshlandi. Yakuniy davlat attestatsiyasida o'quvchilar majburiy va tanlov fanlari bo'yicha imtihonlar topshiradi. Jarayonlar joriy yilning 10-iyun sanasiga qadar davom etadi. O'tayotgan haftada viloyat maktabgacha va maktab ta'lim boshqarmasi boshlig'i Muzaffar Hamdamov Samarqand shahridagi 1-umumta'lim maktabida 9-sinf o'quvchilari uchun matematika fanidan o'tkaziladigan davlat attestatsiya jarayonlarini kuzatish uchun ushbu ta'lim dargohida bo'ldi. Boshqarma boshlig'i imtihon boshlanishidan avval barcha o'quvchilarga omadlar tiladi. Shuningdek, Muzaffar Hamdamov maktab rahbariyati jamoasi bilan muloqot qilib, jamoada sog'lom muhitni shakllantirish, hamjihatlik bilan ishlash, islohotlarga labbay deb javob berish yuzasidan tavsiyalar berdi.
O'tayotgan haftada Samarqand shahridagi Prezident maktabida ochiq eshiklar kuni o'tkazildi. Navbatdagi lavhamiz mazkur ta'lim muassasasidan tayyorlangan. Samarqand shahridagi Prezident maktabida ochiq eshiklar kuni o'tkazildi. Tadbirning ochilish marosimida viloyat maktabgacha va maktab ta'lim boshqarmasi boshlig'i Muzaffar Hamdamov so'zga chiqib, barcha o'quvchi yoshlarga omadlar tiladi. Ochiq eshiklar kuni doirasida maktab o'quvchilari ushbu muassasada yaratilgan sharoitlar bilan tanishibgina qolmay, mazkur ta'lim dargohi o'quvchilari tomonidan ishlangan loyihalar bilan ham yaqindan tanishdi. O'tayotgan haftada tashkil etilgan tadbir doirasida maktab faoliyati bilan tanishish uchun 1000 nafarga yaqin o'quvchi yoshlar ro'yxatdan o'tgan. Xabar qilinganidek 28-may sanasidan boshlab poytaxtimizda Abu Rayhon Beruniy nomidagi xalqaro kimyo olimpiadasi o'tkazilmoqda. Bugun olimpiada tashkilotchilari tomonidan ishtirokchilarning Samarqand shahriga sayohati uyushtirildi. Poytaxtimizda 28-maydan 4-iyun sanasiga qadar o'tkazilishi rejalashtirilgan Abu Rayhon Beruniy nomidagi xalqaro kimyo olimpiadasida Saudiya Arabistoni, Turkiya, Ozarbayjon, Mongoliya, Belarus, Vyetnam, Rossiya, Gruziya, Hindiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston jamoalaridan iborat 115 nafar ishtirokchi qatnashmoqda. Bugun olimpiada tashkilotchilari tomonidan ishtirokchilarning Samarqand shahriga sayohati uyushtirildi. Sayohat davomida xalqaro olimpiada ishtirokchilari Samarqand shahrining diqqatga sazovor joylari, tarixiy obidalarni ziyorat qilishdi. So'nggi yillarda mamlakatimizda maktabgacha ta'lim tizimida keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. O'tayotgan haftada viloyat maktabgacha va maktab ta'lim boshqarmasi boshlig'i Pazdarg'om tumanidagi ta'lim muassasalarida bo'ldi. Viloyat maktabgacha va maktab ta'lim boshqarmasi boshlig'i Muzaffar Hamdamov Pazdarg'om tuman hokimi Sherzod Rahmonov bilan birgalikda Pazdarg'om tumanida tashkil etilishi rejalashtirilgan ilk rivojlanish markazi uchun ajratilgan sobiq pedagogika kolleji binosida bo'lib, mavjud xonalari va sharoitlari bilan yaqindan tanishdi. Ushbu markaz bolajonlarning dastlabki rivojlanishi va tarbiyasiga ko'maklashish maqsadida tashkil etilishi ko'zda tutilgan bo'lib, binoning sharoitlari markaz faoliyati uchun mosligi nuqtai nazardan batafsil o'rganildi. Muzaffar Hamdamov va Sherzod Rahmonov markazning kelgusidagi faoliyati samaradorligini ta'minlash uchun zarur bo'lgan barcha infratuzilma va jihozlar bo'yicha amaliy ishlarni tashkil etishga kelishib oldilar. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz sharhi shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.